Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, o'quvchilar. ITC milliy sertifikat kitobi 4-mavzusi funksiyalar mavzusini davom qildiramiz. 51-misol. Ikki o'zgaruvchili f va j funksiyalari berilgan. A shartida x plus y ning qiymati so'ralgan. Demak, f va j larning yig'indisi 4 ga, ularning ayirmasi esa 2 ga teng. Bundan kelib chiqadiki, f x y 3 ga va j x y 1 ga teng. Tengnomalar sistemasini yechib olamiz. Ilzosida x plus ilzosida y barobar 3 va ilzosida x minus ilzosida y barobar 3. Kvadratga oshirib yuboramiz. Berilgan tengliklarni qo'shib olish natijasida 2x barobar 10, bundan x barobar 5, x o'rniga 5 ni qo'yadigan bo'lsak, ilzosida y barobar 4 va y bundan 16 ga teng chiqadi. X plus y ning qiymati 21 ga teng. Demak, A savolining javobi 21. B savolga o'tamiz. Demak, y funksiyaning qiymatini hisoblashimiz kerak. F funksiyadagi x o'rniga a kvadrat plus b kvadrat taqsim 2 va y o'rniga a kvadrat minus b kvadrat taqsim 2 ning qavs kvadratini qo'yib hisoblashimiz kerak. Demak, y barobar ilzosida a kvadrat plus b kvadrat taqsim 2 plus bu ifodani y o'rniga qo'yganimizda kvadrat bilan ildiz qisqarib ketadi va a kvadrat minus b kvadrat taqsim 2 hosil bo'ladi. Davom qildiramiz. Endi buni j ni hisoblashimiz kerak. Bu bilan buning farqi faqat plus va minus ishorada. Demak, plus a kvadrat plus b kvadrat taqsim 2 minus a kvadrat minus b kvadrat taqsim 2. Soddalashtiramiz. Ilzosida a kvadrat plus ilzosida b kvadrat. Bundan modul a plus modul b chiqadi. Demak, b savolining javobi modul a plus modul b. Keyingi 52-misol. Rasmda y barobar 2x kvadrat minus 4 parabola va absida kvadrat tasvirlangan. Bunda kvadratning a va d uchlari parabolada, b va s uchlari esa ox o'qida yotadi. Va savolda kvadrat yuzini topishimiz so'ralgan. Kvadrat tomonini a bilan belgilab oladigan bo'lsak, umumiy uzunlik a bo'ladigan bo'lsa, c nuqtaning koordinatasi a taqsim 2 0 bo'ladi. Buni kvadrat funksiyaga qo'yadigan bo'lsak, d nuqtaning koordinatasi a taqsim 2 u 2 ko'paytirilgan a kvadrat taqsim 4 minus 4 bo'ladi. Va kvadrat tomonni a bilan belgilaganim uchun bu nuqtaning koordinatasi minus a ga teng. Ikkitasini tenglashtirib ko'ramiz. Demak, minus a bilan a kvadrat taqsim 2 minus 4 teng bo'lishi kerak. Minus a barobar a kvadrat taqsim 2 minus 4. A kvadrat plus 2a minus 8 barobar 0. Bundan a barobar minus 4 va a barobar 2 chiqadi. Kvadrat tomoni manfiy bo'lmaganligi uchun a ni o'rniga 2 ni tanlab olamiz. Demak, kvadratning yuzasi a kvadrat formuliga ko'ra 4 ga teng. A savolining javobi 4. Keyingi bir savolga o'tamiz. Uchlari parabola koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalarda bo'lgan uchburchak yuzini toping. Demak, uchlari koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalar B nuqta, C nuqta va eng pastdagi Y nuqtani tutashtirishdan hosil bo'lgan uchburchakning yuzini hisoblaymiz.
x o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, B nuqtaning koordinatasi -4 ga teng va y o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsak, C nuqtaning absissasi ilzosida 2 ga, B nuqtaning absissasi esa minus ilzosida 2 ga teng. Bu holda uchburchak yuzasini topish uchun AH taqsim 2 formuladan foydalanamiz. Uchburchakning asosi bu B va C nuqtalar orasidagi masofa bo'lyapti. Bu 2 ilzosida 2 ga teng. Balandligi esa mana bu masofa. Bu 4 ga teng. Taqsim 2. Natija 4 ilzosida 2. B savolining javobi 4 ilzosida 2 ekan. Keyingi 53-misol. Fx funksiya berilgan bo'lsin, u holda A savolda so'ralyaptiki, fx funksiyaning teskarisi -1 dan katta. Tengsizlikni yeching. Funksiyaning teskarisini aniqlab olamiz. Y barobar x kvadrat funksiyada x ni topadigan bo'lsak, plus minus ilzosida y va bizga x 0 dan katta yoki teng shart berilganligi uchun plus ilzosida y tanlab olamiz va buning teskarisi ilzosida x ga teng. Ana endi y barobar x kubning teskarisini hisoblash uchun x aniqlab olamiz. Kub ilzosida y ga teng, buning teskarisi esa 3-darajali ilzosida x ga teng. Demak, f-1 x barobar ilzosida x 0 dan katta yoki tenglik uchun va 3-darajali ilzosida x manfiy sonlar uchun. Va savolning yechimini qidiramiz. Ilzosida x -1 dan katta va kub ilzosida x -1 dan katta tengsizliklarni yechimlarini birlashtiramiz. Demak, birinchi tengsizlikda ildizdan chiqqan son -1 dan katta bo'lishi 100% aniq, faqat aniqlanish sohasiga e'tibor qilsak bo'ldi. X 0 dan katta yoki teng. Keyingi tengsizlikni kubga oshiradigan bo'lsak, -1 dan katta va 0 dan kichkina. Ikkitasini birlashmasini qaraydigan bo'lsak, x tegishli -1 dan cheksizlikkacha bo'lyapti. Demak, A savolining yechimi -1 dan cheksizlikkacha. B savol, fx barobar x tenglama nechta yechimga ega? Fx ikkita qismdan iborat, ikkalasini ham x ga tenglab olamiz. Bu holatda yechim musbatda yoki 0 tanlanishi kerak. Ikkinchi holatda esa x kub barobar x, bu holatda manfiy yechimlar tanlanadi va umumiy jotlar birlashtiriladi. Birinchi tenglamaning yechimi x barobar 0 va x barobar 1. So'ralgan oraliqqa ikkalasi ham tegishli. Ikkinchi tenglamaning yechimi x teng 0 va x 1 va -1. Bu oraliqda esa faqat manfiy yechim tanlab olinadi. Demak, 0, 1 va -1. 3 ta yechimga ega bo'lyapti. Bu savolning javobi 3 ta. Keyingi 54-misol. Rasmda y barobar fx-2 funksiyaning grafigi berilgan. A savol, fx ning -10 plus 10 kesmadagi o'sish oralig'ini toping. Demak, fx funksiya va fx-2 funksiyalarining grafikini taqqoslaydigan bo'lsak, x o'rniga x-2 ni qo'yganda funksiyaning grafigi 2-birlik o'ng tomonga siljigan bo'ladi. Fx funksiyaning grafigi berilgan funksiya grafigidan 2-birlik chapda joylashgan bo'ladi. Demak, 4 ta emas 2 da kesgan bo'ladi. 6 da maksimum bo'ladigan bo'lsa, bunda 4 da maksimum bo'ladi. Taxminan mana shunday ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, maksimum nuqtasi 4 ga, bu yoqda esa minimum nuqtasi 2 marta chapga siljitadigan bo'lsak, -3 ga to'g'ri keladi. Demak, A savolda funksiyaning o'sish oralig'i mana bu oraliq, ya'ni -3 dan to 4 gacha bo'lyapti.
B savolga o'tamiz. Y barobar ilzosida fx funksiyaning aniqlanish sohasini toping. 2 marta chapga siljitganimizdan keyin x o'qini -9 da, 2 da va 7 da kesib o'tyapti. Ilzosida fx funksiyaning aniqlanish sohasini topish uchun x funksiya 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni bu ox o'qining ustki tomonini belgilashimiz kerak. Ox o'qini kesib o'tgan nuqtalar ham hisobga olinadi. Buning javobi ox o'qining ustida bo'lgan joylari minus cheksizlikdan -9 gacha va 2 dan 7 gacha bo'lyapti. Javobni yozib qo'yamiz. Minus cheksizlikdan -9 gacha birlashma 2 dan 7 gacha. 55-savol. Aylanada y ning kichik qiymatga erishgan nuqtada parabola uchi yotadi. A savol, parabola uchining koordinatalari yig'indisini toping. Aylanani standart shaklga keltirib olamiz. X kvadrat -8x plus 16 plus y kvadrat -6y plus 9. 16 ga 9 ni qo'shadigan bo'lsak 25, 24 kelib chiqish uchun 4 ni ayirib qo'yamiz. Demak, dastlabki 3 xatni qaraymiz. X - 4 ning kvadrati, keyingi 3 xat esa y - 3 ning kvadrati barobar 4 ni o'ng tomonga o'tkazib 2 ning kvadrati qilamiz. Demak, aylananing markazi 4 3 nuqtada, aylananing radiusi esa 2 ga teng. Aylananing eng pastki nuqtasi qanday topiladi? O'lchamlari o'z darajada katta ham emas ekan. Chizib ko'ramiz. Markazi 4 3 da, radiusi 2 ga teng bo'lgan aylana. Aylanani chizib oldik. Y ning eng kichik qiymatga erishgan nuqtasi mana bu joy bo'lyapti. Demak, bu nuqtada parabolaning uchi yotar ekan. Parabola taxminan bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana shu parabola uchining koordinatalari yig'indisi so'ralyapti. Parabolaning uchi 4 1, yig'indisi 5 ga teng. A savolining javobi 5. B savol. Parabola 0 17 nuqtadan o'tsa, s minus a taqsim b ni hisoblashimiz kerak. Y o'qini 17 nuqtada kesib o'tadigan bo'lsa, bundan chiqdi. Ozod hadi s 17 ga teng. Parabolaning uchidan foydalanamiz. Parabola uchi x - 4. To'g'ri bir nuqtada bo'lgani uchun x - 4 ning kvadrati plus 1 holatida yozib olishimiz mumkin. Qavs oldida a bo'ladi. 0 17 nuqta bu funksiyaga tegishli ekanligidan foydalanadigan bo'lsak, x o'rniga 0, y o'rniga 17 qo'yadigan bo'lsak, a ning qiymati 0 ga tengligini ko'rish mumkin. Demak, y barobar qavsni ochib olamiz. X kvadrat - 8x plus 17 bo'lyapti. S 17 ga teng, a soni 1 ga teng va b soni -8 ga teng. So'ralgan s minus a taqsim b ni hisoblab olamiz. 17 minus 1 taqsim -8 barobar -2. Bu javob -2 ekan. 56-misol. Fx funksiya berilgan. Funksiyaning eng kichik qiymatga erishadigan nechta x mavjud? Eng kichik qiymatga erishish uchun to'la kvadrat holatiga keltirib olishimiz kerak. Ikkini qavs tashqarisiga chiqarib olamiz. X kvadrat -2x -2 holatida -4 ko'paytirilgan x kvadrat -2x -2 va ozod hadida 3 hosil bo'lishi uchun -4 ga 7 ni qo'shib qo'yishimiz kerak. Mana bu joyda -4 hosil bo'ladi. 7 ni qo'shishimiz bilan 3 hosil bo'ladi. Ikkini qavs tashqarisiga chiqarib olamiz. X kvadrat -2x -2
minus 2 ko'paytirilgan ildiz x kvadrat minus 2x minus 2 va plus 1 ni qo'shib qo'yamiz. 2 karra 1 2 ni beradi. 7 hosil bo'lishi uchun 5 ni qo'shib qo'yamiz. Funksiya to'la kvadrat holatiga keldi. Plus 5. Ifoda eng kichkina bo'lishi uchun qavs ichi 0 ga aylanib ketishi kerak, chunki 0 ning kvadrati eng kichik bo'ladi. 0 ga aylanish uchun ildizli ifodamizning qiymati 1 ga teng bo'lishi kerak. Bu tenglamani yechib olamiz. Tenglama 3 va minus 1 ga teng bo'lgan ikkita yechimga ega. A savolining javobi 2 ta. Endi B savol, funksiyaning eng kichik qiymatini toping. Qavs ichkarisini 0 ga aylantirib yuboradigan bo'lsak, fx ning minimum qiymati 5 ga teng bo'lyapti. B savolining javobi 5. Keyingi 57-misol. Agar y barobar fx tog' funksiya va x 0 dan kattalar uchun y barobar logaritm 3 asosga ko'ra x taqsim 3 bilan aniqlansin. U holda f minus 9 ning qiymatini topishimiz kerak. Tog' funksiya qoidasiga ko'ra fx bilan f minus x ni taqqoslaganimda bular qarama-qarshi bo'lishi kerak. Demak, f minus 9 bu f9 ning qarama-qarshisiga teng. f9 barobar logaritm 3 asosga ko'ra 9 taqsim 3 ya'ni 1 bo'lyapti. Bundan kelib chiqadiki f minus 9 minus 1 ga teng. 57-misolda A savolining javobi minus 1. B savolga o'tamiz. Fx barobar 3 tenglama ildizlari ko'paytmasini toping. Funksiyani 3 ga tenglab olamiz. Logaritm 3 asosga ko'ra x taqsim 3 barobar 3. Bundan x taqsim 3 barobar 27 va x barobar 81 bo'lyapti. Birinchi yechim 81. Xo'p, davom qildiramiz. Funksiyani umumiy ko'rinishini yozib oladigan bo'lsak, logaritm 3 asosga ko'ra x taqsim 3 bu 0 dan katta x'lar uchun. 0 dan kichik x'lar uchun esa minus x taqsim 3 bo'lishi kerak. Agar bunaqada bo'ladigan bo'lsa, qiymatlari bir xil chiqib qolar ekan, juft funksiyaga aylanib qoladi. Oldiga minus qo'yib qo'yamiz. Yana o'shanda qarama-qarshi ishorali bo'ladi va tog' funksiya bo'ladi. Endi fx barobar 3 tenglamani yechishni davom qildiramiz. Hozirgi dastlabki buni yechganimizda logaritm buni 3 ga tenglab oldik. Ana endi navbat mana bu funksiyaga. Minus logaritm 3 asosga ko'ra minus x taqsim 3 barobar 3 bundan minus x taqsim 3 barobar 3 ning minus 3-darajasi. Bundan minus x barobar 3 ning minus 2-si, ya'ni x barobar minus 1 taqsim 9 bo'lyapti. Demak, ikkita yechim hosil bo'ldi, 81 va minus 1 taqsim 9. Ularning ko'paytmasi minus 9 ga teng. Demak, B savolining javobi minus 9. Ellik 8-misol. Funksiya berilgan. X teng A to'g'ri chiziq va Y teng 3 chiziqlar grafiki tasvirlangan. A bo'lsa 3 burchakka ichki chizilgan aylana radiusi 1 ga teng. U holda A ni qiymati topish so'ralgan. Berilgan funksiyaga e'tibor qilamiz. Koordinata o'qlarini kesgan nuqtalarni aniqlab olamiz. Agarda x o'rniga 0 ni qo'yadigan bo'lsam, bundan y barobar 9 va y o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsam, bundan x barobar 12 ekanligi kelib chiqadi. Demak, OX o'qini 12 degan nuqtada va OY o'qini 9 da kesib o'tadi. Bu uchburchakka e'tibor qiladigan bo'lsak, to'g'ri burchakli uchburchak katetlari 9 va 12 ga teng. 3 va 4 nisbatdaligini aniqlashimiz mumkin. Bu uchburchak bilan
bu uchburchak ikkalasi o'xshash. O'xshashligidan bu uchburchakning katetlari ham 3 va 4 ekanligini aniqlaymiz. 3x 4x demak gipotenuzasi Pifagor bo'yicha topiladi, 5x ga teng. Ichki chizilgan aylana radiusi berilgan. To'g'ri burchakli uchburchak uchun ichki chizilgan aylana radiusini topish formulasi katetlar yig'indisidan gipotenuza ayriladi va 2 ga bo'linadi. 3x plus 4x minus 5x taqsim 2 barobar 1. Bundan x barobar 1 ekanligini ko'rishimiz mumkin. Demak, to'g'ri burchakli uchburchakning tomonlari 4. Ikkinchi katet uzunligi esa 3 ga teng. Bu chiziq y teng 3 chiziq ekanligidan bu yerni ham 3 ga tengligini aniqlab olishimiz mumkin. Bu kesmaning uzunligi jami 6 ni tashkil qilyapti. Bu uchburchak bilan bu uchburchak ham o'xshashligidan foydalanamiz. Bu masofa demak 8 ga teng. O'xshashlik koeffitsiyenti bu yerda 2 ga teng. Bu esa 12 minus 8 yordamida topishimiz mumkin, 4 ga teng. Xulosa qilishimiz mumkin, A soni bu yerda 4 ga teng. A savolining javobi 4. B savolga o'tamiz. OBS uchburchak yuzasini topishimiz kerak. To'g'ri chiziqlarning bir-biri bilan kesishgan nuqtalari koordinatalarini aniqlab olamiz. 3x plus 4y minus 36 barobar 0 va y barobar uchlarning kesishidan x barobar 8 va y barobar 3 ekanligi kelib chiqadi. Demak, C nuqtaning koordinatalari 8 u 3 ga teng. B nuqtaning koordinatasi esa x barobar 4 y-chi. Y-ni topish uchun bu chiziqli funksiyadagi x o'rniga 4 ni qo'yib ko'ramiz. 12 minus 36 minus 24 demak y 6 ga teng ekan. 4 u 6. OBS uchburchak hosil qilib olinadi. Endi OBS uchburchak yuzasini hosil qilish uchun katta uchburchak yuzasidan ikkita uchburchak yuzasini chiqarib tashlaymiz. Demak, bu tomon 9 ga teng, o'sha tomonga tushirilgan balandlik 4 ga teng. Birinchi uchburchakning yuzasi AH taqsim 2 formula bo'yicha 18 ga teng bo'ladi. Ikkinchi uchburchakning yuzasi asosi 12 ga teng, balandlik esa 3 ga teng. S2 barobar 12 ko'paytirilgan 3 taqsim 2, bu ham 18 ga teng. OBS uchburchak yuzasini topish uchun to'g'ri burchakli uchburchak yuzasidan S1 va S2 larni ayirib tashlaymiz. To'g'ri burchakli uchburchak katetlari 9 va 12 ni tashkil qilyapti. Bundan ikkita 18 ni ayirib tashlaymiz. 54 minus 36 barobar 18. Bu savolning javobi 18. 59-savol. Fx tog' funksiya fx barobar 3 tenglamani yagona ildizi 4 ga teng. F kvadrat x kvadrat minus 5x barobar 9 tenglama berilgan. Savolda tenglamaning ildizlari sonini topish so'ralmoqda. Demak, f x kvadrat minus 5x barobar 3 va f x kvadrat minus 5x barobar minus 3 tenglamalar hosil qilinadi. Demak, bu 3 ga teng bo'lish uchun bundan foydalanamiz. Tenglamaning ildizi to'g'riyapti. Qavs ichidagi ifodani x kvadrat minus 5x ni o'rniga 4 qo'yamiz. Tog' funksiya deyilganidan foydalanadigan bo'lsak, x kvadrat minus 5x minus 4 ga teng. X kvadrat minus 5x minus 4 barobar 0 va x kvadrat minus 5x plus 4 barobar 0 ikkita tenglama hosil bo'lyapti. Birinchi tenglama diskriminanti musbat ekanligi aniq. Bu yerdan ikkita yechim chiqadi. Bu tenglamadan esa 1 va 4 ga teng bo'lgan ikkita yechim chiqadi.
Jami yechimlar soni 4 ta bo'lyapti. Savolning javobi 4. B. Tenglamaning ildizlari yig'indisi so'ralmoqda. Birinchi kvadrat tenglamada x1 plus x2 ni viyet bo'yicha topadigan bo'lsak 5. Ikkinchi tenglamaning yechimlarini x3 va x4 deb olamiz. Unda ham 5. Bir-biridan farqli bo'lgan 4 ta yechim chiqadi. Ularning yig'indisi 10 ni tashkil qiladi. To'g'ri javob 10. 60-savol. A manfiy son B musbat sonlar uchun fx va gx funksiyalar berilgan. Chizmada fx plus gx va fx ko'paytirilgan gx funksiyalarining grafiki tasvirlangan. A savolda buni qiymatini topish so'ralgan. Fx plus gx dan foydalanamiz. A plus b x plus a plus c x plus b plus d funksiya bu x ni o'zi bo'lishi kerak. Chunki berilgan to'g'ri chiziq 0 0 dan 1 1 dan 2 2 dan o'tgan bu x funksiya bo'lyapti. Bundan a plus c 1 ga teng, b plus d esa 0 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Ana endi bularning ko'paytmasi. Fx ko'paytirilgan gx mana bu kvadrat funksiyani grafikini beryapti. Kvadrat funksiyani tuzib olishimiz mumkin. Funksiyaning nollari 2 bilan 4 dan iborat, parabolaning 3 esa 3 u 2 nuqtadan iborat. Y barobar x minus 3 ning kvadrati plus 2 qilib yozib olamiz. Parabolaning 3i 3 u 2 nuqtada bo'lyapti. Oldiga minus qo'yadigan bo'lsak, parabola shoxlari pastga qarab ketadi. Bu yerga 2 qo'yib oladigan bo'lsak, funksiyaning nollari ham to'g'ri chiqadi. Ya'ni 2 va 4 ni qo'yganimizda funksiya 0 ga aylanib ketadi. Yoyib olamiz. Y barobar minus 2 ko'paytirilgan x kvadrat minus 6x plus 9 plus 2. Y barobar minus 2x kvadrat plus 12x minus 16. Ana endi ax plus b va cx plus d larni ko'paytirib olamiz. Ax plus b, cx plus d ko'paytma minus 2x kvadrat plus 12x minus 16 ni berish kerak. Ac x kvadrat, ad plus bc x va bd barobar minus 2x kvadrat plus 12x minus 16. Bundan ac barobar minus 2, ad plus bc barobar 12 va bd barobar minus 16 ga teng. ac minus 2 ga teng, ularning yig'indisi esa plus 1 ga teng. Bundan ko'rinadiki, a soni 2 ga, c soni esa minus 1 ga teng. Yoki bo'lmasa a barobar minus 2, c barobar plus 1 ga teng. Masalaning shartiga ko'ra a manfiy son deyilgan sharti bor ekan. Demak, birinchi holatdagi yechimimiz noto'g'ri bo'ladi. A minus 2, c plus 1. Ana endi buni aniqlab olamiz. Bu tenglikdan, mana bu tenglikdan foydalansak ham bo'lar ekan. B bilan d bu yerda qarama-qarshi sonlar. B barobar minus d. Demak, d ni o'rniga minus b qo'yib yuboramiz. B ko'paytirilgan minus b barobar minus 16. B bundan plus minus 4 chiqadi. Yuqorida b musbat son ekanligi aytilgan. Demak, b barobar 4. A savolining javobi 4. B savoliga o'tamiz. B da taqsim 4ac so'ralgan. B o'rniga 4 qo'yamiz. D esa b ning qarama-qarshisiga teng minus 4 ga teng. A soni minus 2 va c soni
1 ga teng. -16 taqsim -8. To'g'ri javob 2. E'tiboringlar uchun rahmat. Kuzatishda davom qiling.